ko'p bog'larda qator orasidagi, ya'ni daraxt tagidagi o'tlarni tozalaylar desam, gerbitsid qimmatga tushib ketyapti deyishyapti. O'shaning uchun o'zimizni oddiy bog'boncha usulda ko'rsatib beraman. Hamma texnika bo'lmaganligi sababli maxsus gerbitsid sepadigan apparat. Endi o'tlarni katta kichikligiga qarab turib biz normani, ya'ni rasxodni kamaytirib ko'paytirishimiz mumkin. 120 gramm bo'ldi. Hozir boshlayman. Bu tomonni ko'rsatasiz, orqa tomonlarni, orqa tomon daraxtlar yo'q. Ishdan birinchi daraxtdan boshlaymiz va u yoqqa qarab dalish ketamiz. 114 metrga yetdi. Esingizda bo'lsa 2 hafta oldin shu bog'da men gerbitsid sepish to'g'risida video chiqargandim. O'sha videodan keyingi natijani xudo xolasa bugun 15 kun bo'libdi, ya'ni natijasini ko'rsatadigan vaqt kelibdi. Shunda natijasini ko'rsataman, xudo xolasa sizlarga o'zingizlar baho berasizlar. O'zi undan oldin natija bo'lgan, 15 kun kutishga bizga to'g'ri keldi, chunki to'liq o'tlar nobud bo'lishi kerak edi. Shuning uchun endi ko'rasizlar, o'zingizlar baho berasizlar. Demak, mana o'sha joy, shu mana qulab turgan daraxt bor edi. Ketdik mana. O'tlarni mana bu ajriqlar to'liq o'lgan. Ajralan holat mana bu o'lmagani, ya'ni gerbitsid tegmagani. Komplik holatda. Bir tekis o'ldirgan hammasini. Mana bu chirmoq deymiz biz. Bu ham o'lgan. Mana bular suli mana. Tabiiy podvoylarga tegizmaganmiz, chunki ko'p savollar bo'lyapti, ya'ni daraxt tanasiga tegib ketsa hech narsa qilmaydimi degan. Demak, daraxt mana bu tanasiga tegsa, xudo xolasa hech narsa bo'lmaydi lekin mana bu yashil bargga tegadigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri bu zahar. Holat. Esingizda bo'lsa, men bu yerda video qilgan edim, ya'ni ulagan daraxtimni natijasini ham ko'rsataman. Mana ko'rasizlar hozir. Mana. Ya'ni o'zim ulagan daraxtchi. Alloh marhamati bilan ko'karibdi mana. Hozir bularni chiqarib tashlayman bular. Mana ketyapti, xudo xolasa jarayon. Bu yerda ham o'lgan mana o'tlarimiz. Tagidan suv oqib turibdi. Holat mana.